aytmaysizmi? Mana shu jarayonda YouTube'ga qo'yib yuborsin. Ertaga bu ham borib ertaga o'zi ko'rib oladi. Qanaqa javob berdim deb, qolganlar qanaqa javob berdi deb ko'rib oladi u ham ertaga. Yo bo'lmasa hammasini hech qanaqa bez montaj qilib YouTube'ga qo'yib yuboradi. Bez montaj qilib qo'yib yuboradi. Hech qanaqa muammo bo'lish kerak emas. Ertaga bu yoq shubhalanib yurish kerak emas. Men yaxshi javob bergandim-ku degan masala bo'lmasligi kerak. Kelishodikmi? Assalomu alaykum. Ming bora uzr, biz sal o'zimiz bilan o'zimiz o'rab qoldik. Hop. Nomzodimiz Azimjonov Isroiljon Ismoiljon o'g'li. Hop, 2003-yilda Pop tumanida tug'ilganlar. Ma'lumoti bo'yicha oliy Andijon davlat tibbiyot universitetini bitirganlar. Hop, ingliz va rus tillarini biladilar. Deputatlik masalalari bo'yicha demak yo'q. Hop, 2020-yildan hozirgi kungacha Andijon davlat tibbiyot universiteti talabasi bitirganmisiz? Bu yil bitiraman. Bu yil bitirasiz. Qaysi lavozimga kelyapsiz shunda siz hozir? Shu vrachlik. Vrachlik. Qani kadrimiz bizni muhtaram kadrimiz foyda boring endi. Hali bitmagan-ku. Bu yil xudo xolasa bir oydan keyin bitiraman. 6-kursni. Umumiy amaliyot shifokor Davolash. keyin yana ordinatura, magistratura. Qonun xavfsizligi bo'yicha ordinatura. Hozir bizda zam direktor davolash ishlari bo'yicha zam borda bizda. O'rinbosari lavozimi bo'sh. Bola hali bitirgan yo'q. Staj yo'q umuman. Stajim bor, bir yildan beri. Bir yil. Poliklinikaga ha, yo'q. Rasmiy staj haqida gapiryapsiz. Poliklinikada Andijonda ishlayman bir yildan beri. Hozir ham nima? Qaysi poliklinika? Andijon tuman Orol Oshpir. Oilaviy shifokor poliklinika. Ha, Andijonda. Nomzodlarni chaqiryaptilar.